Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Orenburgdan Toshkentga primoy reyslarimizni tavsiya qilamiz. Kimda-kim Orenburg shaharidan Toshkentga ketmoqchi bo'lsa, aka-ukalar bemalol biz bilan bog'lanishlari mumkin. Orenburg shaharidan olamiz. Qoplonbek tamojnidan O'zbekiston yo'nalishiga tashab qo'yamiz akalar. O'zbekiston granitsasidan o'zimiz o'tkazib qo'yamiz. Aka-ukalar, avtobuslarimiz Qozog'iston avtobuslari. Haqiqatni aytib o'tib ketamiz. Reyslar har kuni dokumentida muammosi bor aka-ukalarimizdan bemalol deportsiz Rossiyadan olib o'tib ketamiz. Avtobus ichki holatini ko'rsatamiz hozir. Mana avtobusi mana shart-sharoitlarini ko'rishingiz mumkin. Orenburgdan Toshkentga, Toshkentdan Orenburgga dokumentida muammosi bor aka-ukalarni ham chiroyli qilib Rossiyadan olib o'tib ketamiz. Avtobusimiz Qozog'iston avtobuslari. Sizlarga aytib o'tgandek, Orenburg shaharidan olamiz. Qoplonbek tamojni o'zimiz O'zbekistonga o'tkazib qo'yamiz. Damazda Qo'yliq Sobirahimga tarqatib qo'yamiz akalar. Shunaqa reyslarda ketish istagida bo'lsalar, bemalol bog'lanaversa, bizning yo'nalishimiz Ispaniya avtobuslarimizdan xizmat qiladi. Zaryadkalar bormi? Zaryadka ustroystvasi bor. Xullas avtobusning mestasi 57 ta mestadan iborat.